hisob palatasi tomonidan 7,7 trillion so'mlik kamchiliklar aniqlanganligi moliyaviy nazorat nuqtai nazaridan salmoqli ish olib borilganligini ko'rsatib turibdi. Ayniqsa ijtimoiy sohada aniqlangan 1,1 trillion so'mlik noqonuniy xarajatlar bu shunchaki raqamlar emasda, balki minglab fuqarolarning sifatli tibbiy xizmatdan, ta'limdan yoki ijtimoiy yordamdan foydalanishga daxldorligini anglatadi. Yana bir masala, ushbu mablag'larga taxminan 110 ta zamonaviy maktablar qurilishi mumkin edi yoki 100 mingdan oshiq fuqarolarni zamonaviy og'ir bir jarrohlik amaliyotlarini o'tash mumkin edi yoki bo'lmasa 100 dan oshiq qishloqlarda toza ichimlik suvi bilan ta'minlash mumkin edi. Shu o'rinda endi savol tug'iladi. Aniqlangan va hali to'liq qaytarib ulgurmagan mablag'larni qaytarish bo'yicha vazirlik va idoralar tomonidan qanday amaliy choralar ko'rilyapti? Va bu jarayonlar ustidan hisob palatasi tomonidan qanday nazorat o'rnatilgan? Bu o'rnatilgan nazoratlar yetarlimi yoki qo'shimcha bir kuchaytirilgan mexanizmlarni joriy qilish kerakmi bu nazoratni o'rnatish bo'yicha? Haqiqatda mana shu o'zi aniqlash hozir tizimli ravishda yana kuchaydi. Ya'ni aniqlash osonroq, uni o'rniga qo'yish juda qiyinligini aniqlanib borilyapti. Chunki haqiqatda bu 1,1 trillion so'm juda katta mablag'. Haqiqatda buni biz o'sha qanday nazorat, qanaqa mexanizm degan savolga mana Maktab ichki ta'lim vazirligi aytganlaridek, biz bu ma'lum aniqlandimi? Demak, albatta biz buni tizimli ravishda nazorat mexanizmi yo'lga qo'yilgan va mana shu masofaviy nazorat markazi orqali uni elektron ravishda yetkaziladi. Haqiqatda endi u borgandan keyin bu vaqt ketyapti. Mana to'g'risini aytishimiz kerak, ichki nazoratga yana qaytyapmiz. Shuni nazoratini kuchaytirish maqsadi, ya'ni birinchi navbatda o'sha ichki nazoratga yuklatiladi. Shuning uchun bundan tashqari mana qanaqa oldini olishga qaratilgan deyapsiz. Bu kamchiliklarni to'g'ri endi ko'pisini o'rniga qo'yapmiz. Chunki men boya aytganimdek, post monitoring degan tizim yo'lga qo'yildi bizda. Har bittasi bo'yicha mana aniqlandimi? Mana audit jarayonida o'sha audit guruhimiz borib aniqladimi? Albatta uni kelgandan keyin mana hozir qo'limda tablitsasini olib kelganmiz. O'sha har bitta auditni yakuni nima bo'lyapti? Bu yil o'tgan sari ham emas, bu mana o'tgan yil bo'lsa hali davom etaveradi. To'g'ri biz yakuniga yetguncha. Bundan tashqari siz to'g'ri aytyapsiz. Biz hozir mana 23 ta vazirlikka odam qo'ydik va 14 ta hududga. Demak, bu birinchi qo'lda olayotgan hujjat ham, ya'ni uni asosiy vazifalaridan biri mana shu jarayonlarni nazoratga qo'yish. Shuning uchun biz yerda vakilimiz bo'ladi. To'g'risi endi bu vakilni nima qiladi deganda, uni qo'liga mana shu hurmatli prezidentimizning farmonlarida yozib berildi, faqat oldini olishga qaratilgan. Biz uni aniqlab, uni tegishli organga berish emas, biz birga yurishimiz kerak. Byudjet tashkiloti bilan ham, o'sha yirik mana 50% dan ortiq bo'lgan yirik kompaniyalar bilan birga yurishimiz kerak. O'shanda mana Xitoyda shundayki tajribasi, mana shu proyekt boshlandimi, albatta uni soprovождениyani kuzatib boradi. Biz ham mana shu mablag'ni kuzatib borish tizimiga o'tsak, albatta vazirlik idoralarining ham ichki nima deydi, kuchlari kerak. Albatta natijaga erishiladi. Shuning uchun aytmoqchimanki, 26-yilda juda katta rejalar qo'ydik oldimizga. Mana shu oldini olishga qaratilgan masalalarda men o'ylaymanki, albatta bu natijalarga erishamiz.